Assalomu alaykum omad tur guruh obunachilari. Demak, bugungi sizlarni aviabilet, poyezd bilet, hamma xizmat turlarimiz bilan tanishtiraman. Demak, samolyot biletlaridan boshlaydigan bo'lsak, Urganchdan Moskva yo'nalishlarini hozirgi momentda avgust oyi sanasida 2 ming so'mdan bo'lib turibdi Urganch Jhukovskiy yo'nalishlarini. Shuningdek, Urganchdan Domodedovo yo'nalishlarini biletlarimiz 2 ming so'mdan sotilib turibdi. Обратный reysdan ham xuddi shuningdek arzon narxlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Sankt-Peterburg yo'nalishiga keladigan bo'lsak, Urganchdan Sankt-Peterburg yo'nalishlarini 2 ming so'mdan boshlanadi. Sentyabrni 1-2 sentyabr cheslasini. Обратный reyslarga kelsak, Peterdan Urganchga bo'ladigan yo'nalishlarimiz, конечно, hozir qimmat o'tibdi, chunki sezon, ko'p odamlar hozir olib turibdi. Talab ko'p bo'lganiga nisbatan bilet narxlarimiz rublda 27 ming, 28 ming rubldan sotilib turibdi. Bu sentyabr oyini boshidan bo'lib turgan chistalar. Keyingi masala Istanbul shahridan bo'lib turibdi. Urganch Istanbul yo'nalishlarini biletlarimiz 3 150 ming so'mdan bo'lib turibdi. Обратный reyslarimiz ham xuddi shu narxdan sotilib turibdi. Qozog'iston yo'nalishiga kelsak, yangi yo'nalishlarimiz qo'yildi. Urganchdan Olmaotaga primoy reyslar. Olmaotaga primoy sentyabr oyidan uchib boshlaydi, xudo xolasa, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bilet bahosini kelsak 1 ming so'mdan sotilib turibdi. Обратный reyslar ham xuddi shuni aytib olsangiz bo'ladi. Bemalol boshqa yo'nalishlar ham, dunyoning hamma istalgan yo'nalishlar ham, Toshkentdan Nijniy Novgorod deysizlarmi, Urganchdan Samara yo'nalishlarini deysizlarmi, Urganchdan Maxachqal'a yo'nalishlarini deysizlarmi, hamma yo'nalishlari biza orqali onlayn, offlayn orqali biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingi masala poyezd masalasina keladigan bo'lsak, Urganch Toshkent Urganch, boshqa viloyatlarga keladigan bo'lsak, hamma viloyatlari onlayn biletlarimizni bitirib beribmiz. Poyezd biletlarimiz Toshkent yo'nalishidan 265 ming so'mdan sotilib turibdi. Shuningdek, обратный reyslar ham shuningdek, kimdir agar xizmatlarimiz kerak bo'lsa, arzon biletlar sho'rni o'zida sirazi bitirib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, yo'q biletlar ham topib beramiz. Shu vagon qo'shiladi. O'xshatib beribmiz qo'ldan kelgancha, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Xizmat turlarimiz ko'p, sug'urta xizmatlarimiz bor, mashina xizmatlarimiz, sug'urta xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi. Tur sayohat xizmatlarimiz bor. Tur sayohat xizmatlarimizni men sizlarga bir chekkadan tanishtirib o'tsam, dani momentda hozir Toshkentdan Dubay yo'nalishina borish-kelish aviabileti, mehmonxonasi, hamma narsasi bilan 28-avgust sanasida $490 sotib turibdi Dubayga. Bu deganim, buning ichida borish-kelish aviabileti, mehmonxona xizmati 7 kunlik bo'ladi. Bu turimiz davom etadi. Buning ichida transfer, sug'urta, nonuchtasi ertalabki hamma xizmatlari kiritilgan. Bemalol aloqa chiqsangiz bo'laveradi. Shuningdek, Tailand yo'nalishina bo'ladimi, Vyetnamga bo'ladimi, Ozarbayjon shahriga keladigan bo'lsak, tur sayohatlarimizning bahosi sentyabr oyining boshida $620 dan bo'lib turibdi.